Hajdagi voqea. Bir yili Abdulloh ibn Muborak haj ibodatini ado etishga azmi qaror qildi va marvlik sheriklariga: "Sizlardan kim bu yil hajga borishni niyat qilgan bo'lsa, o'zi bilan olib bormoqchi bo'lgan mablag'ini menga keltirib topshirsin. U kishi uchun kerakli xarajatini men to'layman", dedi. Keyin ularning pullarini yig'ib oldi-da, pul solingan har bir xalta ustiga egasining ismini yozib, maxsus bir sandiqqa solib, qulflab qo'ydi. So'ngra hammaga yetarli ot olovlarini yo'llab, ular bilan birgalikda Marvdan Bag'dod tomonga safarga chiqdi. Safardagi zaruriy xarajatlar masalasimi, ot olov masalasimi, ziyoratga otlanganlarning o'zaro munosabatidagi odob-axloqiyu ular uchun qulaylik masalasimi, barchasi mukammal ado etildi. Ibn Muborak ularning barcha xarajatlarini to'lar, ularni eng mazali taomlar, shirin holvalar bilan ovqatlantirar edi. So'ngra xushnudlik, o'sha muloyimligi va muruvvati bilan Bag'doddan chiqib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shaharlari Madinai Munavvarga yetib kelgunlaricha ular bilan birga yurdilar. Madinaga yetib kelgach, hamrohlarining har biridan oila a'zolari Madinai Munavvardan qanday qimmatbaho sovg'alar sotib olishni buyurganini so'radi. Ular falon va falon narsalarni aytishgan edi, deb javob qilishdi. Shunda Ibn Muborak ulardan har birini ahli oilasi buyurgan narsalarni sotib olib, ularga ulashdi. Shundan so'ng u ziyoratchilar bilan Madinadan chiqdi-da, Makka tomon yo'l oldi. Makkaga yetib kelib, haj ibodati arqonlarini ado etib bo'lgach, u hamrohlariga qarab: "Ahli ayolingiz Makka tomonlardan nimalarni xarid qilishni buyurgan?" deb so'radi. Ular falon va falon narsalarni buyurishgan deyishgach, u ularga o'sha narsalarni xarid qilib olib berdi. Shundan so'ng ziyoratchilar Makkadan chiqib, o'z yurtlari tomon ravona bo'ldilar. Ibn Muborak esa safar nihoyasigacha ana shunday yo'l tutdi. O'z yurtlariga qaytgach, ziyoratchilar uylarining ta'mirlangan devorlari oqlangan, ko'rimsiz, eskirgan joylari suvalib tartibga solingan, eshiklari bo'yalgan holda ko'rib, hayron bo'lishdi. Ular manzillariga yetib kelib, o'rnashganlaridan so'ng 3 kun o'tgach, Ibn Muborak bir ziyorat uyushtirdi. Hammalarni chaqirib mehmon qildi. Kelganlar ovqatlanib bo'lgach, ularga yangi kiyimlar ulashib, yanada xursand qildi. Shundan keyin ziyoratga borganlarning pullari qo'yilgan sandiqni ochdi. Unga qo'yilgan xaltachalarni chiqarib, yozilgan ismlariga qarab, ularni o'z egalariga tarqatdi. Ular o'z mablag'larini bekamu ko'st olib, Ibn Muborakka tashakkur va minnatdorchilik izhor qilgan holda uy-uylariga tarqab ketdilar. Sabi Muslimka